O'tib berish kerakmi yo naqd pul berish kerakmi? Naqd kerak. Kimni nomidan bo'lsa? Kredit meredit unaqa narsa yo'q. Qancha? Boya siz aytdingiz-a? Bo'ldi. Necha pulga qo'yamiz? 10500 ga. 10500 yaxshi narx, bozorda ketadi, lekin men 10500 ga qo'ysam, sal bozor narxi bo'lib qoladi-da, sal o'tib bering. Bir pachkaga qo'yib bering. Joyda bor mana yerda aka. Mana shu ichasini bitta to'p qo'ysam, bu ham kraska bo'lmagan, shunday sal qirilganlik turibdi. Palirovkada ketadi. Zato bir deganda sotiladi, bering bir pachka. Barakami? Rahmat, baraka. 2023 avtomat korobka, Darkmoon Blue narxi bir pachka bo'ldi. 120 million shikalat narx bo'ldi. Aka katta rahmat. Narxini o'zgartirib olish yo'q. Ko'p klientlarimiz arzon qo'yamiz, klient ko'payib ketgandan keyin narxini o'zgartirib olishadi aka. Unaqa qilmaysiz degan umiddaman. Bo'ldi. Bir pachka berib, bemalol xohlagan hujjatlaringni qilib olasizlar. Faqat 30 million so'm kreditlari bor ekan. Kreditini sirasi oladiganlaringda joyida yopib, sirasi oformlab qilib berishadi. Shundaymi? Barakasini bersin.